Hammaga salom. Bugun sizlar bilan chapaqay va o'naqaylar haqida gaplashamiz. O'zim psixologiyaga juda ham qiziqaman, shuning uchun qanaqadir teoriyalar, xarakterlar, insoniyat shaxsiyatlar, shunaqa narsalarni o'rganish yoqadi. Men eng oson tilda gapirib beraman. Xullas, o'ng qo'lda yozadiganlarni chap miyasi yaxshi ishlaydigan bo'ladi, chapaqaylarni o'ng miyasi yaxshi ishlaydigan bo'ladi. Ko'zimda tagida muammolar bor. Aksessuar emash sivirtkasi ko'z tagiga hype bo'lib ketdi. Shuning uchun men ham marketing qurboni bo'lib shundan ishlatib ko'ryapman. Ko'ramiz rezultati bormi, yo'qmi. Romantik, emotsional, tvorческий odamlarning aksariyati chapaqaylardan iborat. U degani o'ng qo'lda yozadiganlar umuman unaqa emas degani emas, lekin fan va psixologiyada shunaqa yozilgan. Ya'ni o'ng qo'lda yozadigan insonlar bo'ldi realistik, logikaga ko'proq beriladigan insonlar toifasiga kiradi. Mana bular chapaqay mashhur insonlar. Buni orasida o'zim haqimda ham fakt aytib ketaman. Men ikkita qo'lda ham yozishni bilaman. To'g'ri, asosan o'naqaylarga kiraman, lekin chap qo'lda ham pochirkim chiroyli. Undan tashqari xarakterim ham juda ham tez o'zgarib turadi. Ba'zida juda ham ekstravert bo'lib ketaman, ba'zi paytlarda introvertligim ham yo'qolib qoladi. Bu videoni psixologiyaga qiziqadigan va chapaqay insonlarga yuborib qo'yinglar.